Qancha dedingiz aka? Ha, 1.800.000 so'mdan ham bor ekan. 1.800.000 dan boshlanib 2.300.000 so'm. 2.300 gacha. Videoni uzmaysiz faqat. Sinib ketadimi, boshqa bo'ladimi, shu tomoshabinlarga ochiq oyda ko'rsatamiz aka. Shekar o'tib turasizlar. Mana olib kelib ko'rsatagan mana. Haqiqiy temir gayka bo'ldi aka mana. Tashqi qo'yilgan agar mana shuni chiqarib ko'rsatib bersangiz. Men sizlarga mana gayka aka. Gaygalar, majolat tashyapti-ku ham. mana sinyorlari, yuz tashlaganlar. Qoyilli ekan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Sizlarga foydali kontent qilishda davom etamiz. Bugun biz Surxondaryo viloyati Denov tumanidamiz. Universal dravelkalarda sizlarga chiroyli qilib narxlari, turlari, nimalar ishlab chiqaradi, shularni ko'rsatib beramiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Charchamasiz. Assalomu alaykum. Musulmonjon o'z kanalining ashaddiy muxlislari, Tarnavda ashaddiy muxlislari. Aka, dravelkalarimizni qanaqa turlari bor? Kilovat, оборот, narxi nech puldan? Obunachilarga qiziq, shuni aytib o'tib ketsangiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Men endi aka sizlarga narxidan tushuntiradigan bo'lsam, xuddi shu dravelkamiz 6,5 kilovat yozilgan bo'ladi. Toza berish 4,5 kilovat bo'ladi aka. Ha, yozilgani 6,5 kilovat. Ha, toza 4,5 kilovat beradi. Gap yo'q. 3000 оборотli toza 100% medni mis motor bo'ladi. Ha. Hozir bu mis motor, ha? Ha, mis motor. Oriolda original aka. Oriol emas, mana bitta tomoshabinlarga ko'rsataylik, bu tomonga bitta o'tgan ekan. Yozuvi bor. Mana O. A emas aka. Oriol. Haqiqiy Oriolda original mis motori bo'ladi akajon. Tushunarli. Listlarga keladigan bo'lsam aka. Ha, nechta nasabkasi bor aka? Nasabkamiz, xudo xolasa 3 ta nasabkamiz bor. Nasabkasi bor. Bitta o't mahsulotiga, qo'yga, ikkita don mahsulotiga yorma holatda, 2 pay holatda qilib chiqarib beradi. Listlarga keladigan bo'lsak, atrofidagi qozonlari 0.6 lik qalin listdan qilingan bo'ladi. 0.6 lik. 0.6 lik qalin list. Endi video davomida bularni batafsil ko'rsatib o'tamiz. Setkani tepadan qo'yadi, ha? Setkani albatta tepadan qo'yiladi aka. Endi Surxondaryo ahliga bir yangiligimiz bor. Endi vodiyga zakaz berib, 3-4 kun zakazlarni kutishlaringga umuman hojat yo'q. Ya'ni nima demoqchiman? Tornado o'sha sizlar bilgan 5 yildan beri ish faoliyatini yuritib kelayotgan Tornado dravelkasi Surxondaryoga o'z filialini ochyapti. Shu joyga biz vodiydan tovarlar olib kelamiz. Shu joyga kelib, tochkamizga kelib, o'zlaring ko'rib, ko'zlaring bilan ko'rib, ishlatib ko'rib, yoqqanini olib ketishlaring mumkin. Agar yo'q, meni texnikam yo'q, uyim ozgina uzoqroq degan klientlarimiz bo'lsa, xuddi shu narxda o'zimiz uylarigacha yetkazib beramiz. Dastavkasiga umuman pul qo'shilmaydi, mutlaqo bepul dastavka. Aka, dastavkasi Surxondaryo bo'ylab, ha? Surxondaryo bo'ylab, Qashqadaryo bo'ylab aka. Молодец, Qashqadaryoga ham yetkazib berishadi. Balki olib kelib, filial qilib, ustiga qo'yib foydalanish yo'q. Unaqa emas aka. O'sha muxlislarimiz, klientlarimiz o'sha vodiyda qancha bo'lsa, vodiyda joyidagi narx qancha bo'lsa, xuddi shu narxdan kelib olib ketishlari ham mumkin. Shu narxda texnikam yo'q, sal uzoqroq bo'lgan klientlarimizga o'zimiz o'zining narxida uylarigacha yetkazib beramiz. Narxi nech pul dedingiz aka? Narxini mis motorimiz 2.300.000 so'm. Endi alyumin motorimiz ham bor, sal arzonroq yuradi. Kilovat, quvvatlari hamma yo'g'i, korpus razmer hammasi birga bir xil bo'ladi, faqat alyuminligi uchun narxi 2 million so'm bo'ladi buning. 2 million so'm, ha? 2 million so'm. Endi tomoshabinlarga bir qator chiqarib ko'rsatib, Tornadoni birinchi bo'lib Tornadoni o'zini quvvatini, pichoqlari qanchalik mustahkam, qanchalik qattiq, shularni bir qator ko'rsatib, shlaka blok, bu narsalar chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Bo'ldi aka, unda boshladik. Bo'ldi. Haqiqiy shlaka blok, ko'ringlar aka. Men mashina endi aka ko'rsating, olib keling yaqinroq aka. Kamerani mana haqiqiy shlaka blok mana ko'rishlari mumkin. Endi men shuni shu dravelkaga solib chiqarib ko'rsatib beraman aka. Rostdan. Rostdan aka. Videoni uzmaysiz faqat, sinib ketadimi, boshqa bo'ladimi, shu tomoshabinlarga ochiq oyda ko'rsatamiz aka. Shekar o'tib turasizlar.
Ha, endi hozir to'xtagandan keyin pichoqlarning holatini sinib ketdimi, sinib ketmadimi, o'sha sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Endi Shahboz mana silaka bo'loyni ko'rsatyapsiz. Aha. Endi gayka boltlarni ham bir ko'rsatib bering. Gayka bolt tashlaylik deysizmi? Olmaydi aka, gayka Gayka bolt. tashlaylik endi. Hafta ishonchini Chiqaradimi shu gayka bolt? Mayli, endi tomoshabinlar uchun aka gayka bolt chiqarib beramiz. Xudo xohlasa mana olib kelib ko'rsat aka mana. Haqiqiy temir gayka bolt aka mana. Qoyil qolaman agar mana shuni chiqarib ko'rsatib bersangiz. Men sizlarga mana gayka boltni chiqarib ko'rsatib beraman aka. To'k faqat ozroq past ekan. Ha, to'k kamroq, ha? To'k kamroq ekan. Shuni ham inobatga olib ketishadi. Nima sinnimi, sinmadimi, bukilib ketdimi, ochiq-ochiq ko'rsatib faqat videoni uzib turasiz aka. Zeskani va. Gaykalarda bu majala var. Bir ko'rsatingchi aka. Gaykalarda majala tashlabsiz bu ham. mana sinyallari yuz tashlaganlar. Qoyilligini. Haqiqatan ham baquvvat ekan bu. Tanur ko'rsataylikchi aka. Mana endi pichoq zavodskiy Jiguli Mahaviy bo'lganligi sababli 10 kilolik pichoq hisobiga shu sal to'xtash qiyinroq bo'ladi aka. Sen tomoshabinlarimiz kutib olishlari mumkin. Uzr so'rayman. Yog'och bilan inoq qilaylikchi bo'lmasa? Yog'och bormi? Ustiga yog'och qo'ysangiz, Ha, yog'och. ustidan qo'ysangiz, ustida inoq bor-ku, tepasi. Bo'ldi. Ha, tezroq to'xtaydi, baribir. Tepasi, teparoq sal. Mana aka yaqinroq olib keling, ko'rsating. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Video uzilgani yo'q, boshqa bo'lgani yo'q, pichoqlar sinib ketgani yo'q. To'g'ri. Endi temirni sal yeydi. Hisobiga mana ko'rishingiz mumkin aka, ozgina o'sha pichoqlar uchlari yemirilgan. Lekin bukilib ketib, sinib ketish holatlari bo'lmadi. Bu sinib ketadi deb o'ylagandim. Endi Haqiqatan ham Mahabega bu, Jiguli Mahabega aka bu. zavodskiy Jiguli Mahaviy bo'ladi. Mana bu yerda tayyor holati bor. Zavodskiy Jiguli Mahaviy bo'ladi. Kimlardir buni quyma Mahaviy Jiguli deb ham gapirib chiqishyapti. Yo'q, unaqa emas mana. Haqiqiy Jiguli Mahaviy xuddi shu holatda bo'ladi aka. Ha, yaxshi qalinligini ko'rsating aka. Mana. Xuddi shu pichoqdan qo'yiladi har bittasiga. Hammasiga. Hammasiga shu pichoqdan qo'yiladi. Pichog'i nechta buni? Pichog'i o'pshi malatka o'ylari bilan 25 ta pichoq bo'ladi. 25 ta pichoqdan iborat bo'lib 2 etashga pichoq bo'ladi. 2 etashgalik kalyonli kuydirilgan tushunarli. segmentlardan teriladi. Endi mana shu tosh chiqarib berdim mana, gayka bolt tashib, endi shu o'tmas bo'lgan pichoq yem chiqarishi mumkinmi? Nega savol ham bo'lib qolishi mumkin aka? Endi men shu savolga javob qilib, men sizlarga mana shu turgan narsalardan bir qator chiqarib ko'rsatib beraman. Shu driverga mana shu holatda chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Shu ham pasayib ketib qoldi. To'rt juda past. Aka bir ko'rsatingchi qanaqa maydalayapti? Mana aka. Mana o'sha sizlar ko'rgan gayka bolt, shlaka bo'lib chiqargan pichoqdan chiqqan yem. Makka poya. Bunisi xuddi o'shani yangisidan chiqqani bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Maydaligini ko'ringlar aka. Mol qo'yga tish kerakmi, jon aka? Gap yo'q. Endi aka qolganlariga keladigan bo'lsak, mana shu Somon priz, Yerong priz chiqarib ko'rsatamiz. Alyumin motorligimizda, biz motor ko'rsatdik, alyumin motorligimizda somon priz, Yerong priz chiqarib ko'rsatamiz. Xudo xolasa.
Lekin aytib o'taman, bu joyda tok keragidan ortiq qilsa aka inobatga olishadi. Ana yer yong'oq biras aka. Hamon biras mana. Qani ko'raylik aka. Ana aka, ko'rsatib keling, olib keling, ko'rsataman. Tomoshabinlarga aka. Mana bunday qilib aralashtirib olsangiz, tagida yer yong'oq purusi bor aka. Ha. Bunday qilib aralashtirsangiz, mana tayyor molga qo'yga yem aka, uyitib, kepak sepib berishaveradi. Zo'r aka. Endi bu yoqda aka, makka donimiz bor, bug'doy donimiz bor. Ha. Makka mardagimiz bor. Bu universal, hamma narsa chiqaradi. Bizda ha. ko'pchilik so'raydi-da, masalan, odamlar savol ham bo'lishi mumkin. Aha. Donam chiqaradimi deb. O'shanga bu savoliga hozir yechim topamiz. Xuddi shunday aka. Makka don, makka don bug'doydi. Makkani yorma qilib beradi, yorma qilib beradi. yorma qilib beradi, bug'doyni kepak bu shaklda kepak holda qilib kepak beradi. holdada shakar holdada qilib beradi aka. Bunga hozir bir qota ko'rsatib o'tamiz. Ketdi mana. Ha, diabla regulirovka qilib turadi, ha? Ha, ludirovka qiladi. Uni yani soat shu uchun uradi aka. Ha, tushunarli. Mana ketyapti. Ko'rsatib bitta aka ko'rsatib beradi. Shu ekanini. Kamerani. Ko'rishingiz mumkin. Tayyor mana. Yorma holatda. Yorma holatda chiqarib beryapti. Tayyor mana do'kondagi kilosi 5-6 ming sotilayotgan, 10 ming sotilayotgan. Endi tegirmonga deb yurmaydi-da. Tegirmonga deb endi xavotir olib borish shart emas aka. Endi bug'doyni chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Mana do'stlar, kerakli, foydali. Mana qop pustoy, hech qanaqa chiqilib yo'q. Yem deysizmi, yemish deysizmi, hammasini maydalab berishadi. Har bir ro'zg'orga bitta kerakda do'stlar. Ketdi mana, ketyapti. Akamiz hazilgash ekanda. Mana aka. Bir minut oldin bug'doy ana holatda edi aka, ko'ring. Un qilib tashlayapti aka, un bemalol. Birini chiqarib bergan somonimizni uyitib, ustiga sepib, mol deysizmi aka, qo'y deysizmi, hammasiga bersalar ham bo'laveradi, xudo xolasa. Atalaga bersa ham bo'laveradi aka. Atalaga bersa ham bo'ladi. Bo'laveradi, xudo xolasa. Aka, meni e'tiborim tortgan narsa bu oyog'i bor bunda, qanaqa bu? Ha, bu pudrabilkamiz aka, pushka deb nomlanadi. Pushka. Buni bulardan ustuvor tarafi motor, korpus razmerlari bir xil. Faqat ustuvor tarafi buni ikki holatda ishlatsa bo'ladi. Bularga o'xshatib,
poya solgani, boshqa solgani yonboshlatib ishlatsa ham bo'ladi aka. Hamma yo'g'i bir xil bo'ladi. Faqat shu hampasini razmerida, ko'rinishida shu turish holatda ikki xil holatda ishlatsa bo'ladi. Farqi shu. Motorlari, pichoqlari bu ham shular bilan bir xil bo'ladi. Yo'q, bizda aka 3 ta setka bo'ladi. Birinchisi, yaqinroq keling. Birinchisi o't setkamiz aka. O'tga qo'yib qilib chiqarib beradi. Agar molga, otga kerak bo'ladigan bo'lsa, shundaq setkasini olib chiqarishsa, mol bob, qo'y bob qilib chiqarib beradi, xudo xolasa. Ikkinchimiz aka mana makka bug'doyda yorma holatda yorma shaklida setkamiz. Uchinchimiz o'sha makka bug'doyda shakar kepak holatda qilib chiqarib beradigan setkamiz bo'ladi. Mana shu naborga qo'shib beriladi. O'sha narxda ichida bo'ladi aka. Rahmat akajon. Do'stlar, Maxabegini qarang, Jiguli Maxabeg deyapti. Kuyma emas. Bunaqasi kamdan kam. Ko'rishlaringiz. Zavodskiy Jiguli Maxabeg. Zavodskiy quyma yo Moskvich Maxabeg boshqa emas aka. Haqiqiy Jiguli o'zi obunachlarimiz ichida bo'lsa ham kerak, mashina ustalari o'zi bitta ko'rgandan aniqlaydi, biladi o'zi. Obunachlarimiz sakanabas aka. Tushunarli aka. Aka endi telefon raqamlarini aytib o'tamiz. Telefon raqamlari mana kimga agar shunaqa drabilkalar, Tornado, universal drabilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, aka bemalol obunachilardan shu raqamlarga aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. Pastda ham yozib qoldiramiz raqamlarni, xudo xolasa. Yozib qoldiramiz 66 88 91lik 130 66 88 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasiz. Manzil Surxondaryo viloyati, Denov tumani, Jumamol bozorini shunaqana yonida do'stlar. Kelaverasiz. Narxi aliminimiz har xil varianti ham bor. Eng arzonroq kerak degan akalarimiz uchun 1 million qancha deysiz aka? 1 million 800 ming so'mdan ham bor ekan. 1 million 800 dan boshlanib 2 million 300 ming so'm 2 million 300 gacha. Kelaverasiz hurmatli obunachilar. Bizning kanalimiz nomidan murojaat qilib kelishsa bir bonus aksiya bormi yo'qmi? Qulayroq qilib berishasizmi? Iloji boricha tushib berishga harakat qilamiz. Bonusiga xudo xolasa pichoqlardan qo'shib beramiz. Gap yo'q. Sizni kanalingiz nomidan chiqib kelishadigan bo'lsa. Gap yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Tornado bilan chorvangizni rivojlantiring. To'ppa to'g'ri. Sizga ham rahmat akajon. Rahmat.